Yo-mayo, televizorim ishlamayapti, jin ursin. Endi qanaqa qilib bugungi futbolni ko'rsam bo'larkan? Bugun soat 12 edi, jin ursin. Ha, mayli. Yoki Jimni uyda ko'rarman balki. Yo, hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Teber. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Obunachilar ishinglar yaxshimi, tuzimsizlar? Ko'rib turganingizdek, men televizorim ishlamayapti, jin ursin. Polizimni tozalamasam bo'lmaydi, chunki hozir mer telefon qilib gapirishi mumkin. Shunaqa gaplar. Yo-mayo. Xo'sh. Tozalab olamiz. Salom Teber, yaxshimisan, tuzukmisan? Salom Bilgan Jitil. bo'lsang, qanaqadir ahmoq Jitil seni qidirib yurgan ekan. Va boshqa Jitillarning orqasidan yugurib. Qanaqa bo'ldi u jin ursin? Ha, mayli, men ketdim. Ha, mayli, ketaver. Yo-mayo, qanaqa bo'lishi mumkin jin ursin? Qanday Jitil, u nima haqida gapiryapti? Yo-mayo. O'zi bugun Minecraftga nima bo'lyapti tushunmayapman. Yoki bug bu nima balo? Hamma o'zi ana Jitil orqamdan qidirib yurganiga hayron qolman. Qanaqa Jitil u jin ursin? Ha, mayli. Buni tezroq merga berib kelsam yaxshi bo'ladi. Boshqa ish qolmaydi. Va bugun kechga mazza qilib futbol ko'raman. Ha, yaxshi. Xo'sh. Menimcha bo'ldi. Bu yoqni ham tozalab olsam yaxshi. Yo-mayo, bu yoqqa faqat bitta donagina nima desam bo'lar ekan? Ha, kartoshka. Da, bitta donagina. Yo-mayo, qaysidir ahmoq Jitil shuni qo'yib ketgan. Menimcha yanglishgan deb o'ylayman. Ha, mayli. Buni tashlab qolamiz. Hop, sabzini ekib chiqamiz. Yaxshi. Mana bo'lgani. Juda g'alati. Minecraft buglari. Xo'sh, mer yoniga kirib chiqsam yaxshi bo'lardi. Yo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, mer? Va alaykum assalom. Xo'sh, ishingni qildingmi? Ha, albatta qildim. Mana sizga 62 stak sabzi va bo'ldi. Yaxshi. Borib ketaversan, bo'laveradi. Ha, mayli. Men ketdim. Ha, mayli, endi uyimga borsam bo'lgan. Yo-mayo, kim bo'ldi endi? Yo-mayo, jin ursin. U kim bo'ldi? Qanaqadir jin ursin. Qandaydir g'alati Jitil. Xuddi jinnilarga o'xshab. Jin ursin. Nima bo'lyapti yo-mayo? Nima qilyapti jin ursin? Nima qilyapti meni uyimda u? Juda g'alati. Menimcha yo'q. G'alati, qiziq. U kim bo'ldi ekan? Xo'sh. Qanaqadir basharasi g'alati, xuddi psix odamga o'xshab. Yo-mayo. Yo'q, menimcha. Qayerga ketdi? Ha, mayli. Hop, men birinchi o'rinda buni yaxshi telefon o'zimda qoladi. Hop, balki Jim uyga borarman, chunki aytib qo'yardim, balki uni uyda u ham futbolga qiziqadi. Ha. O'zi televizor ishlamayotganiga juda ham xafaman. Ha, mayli. Xo'sh, bu yoqdan hech narsa olmayman. Juda ham yaxshi. Okey. Hozircha yo'q u Jitil. Jin ursin, u qanaqa Jitil bo'lishi mumkin? Yo-mayo. Hozircha jin ursin. Kimdirni ko'rgandek bo'ldim. Yo-mayo, yana kelyapti jin ursin. Menimcha eshikni yopganimni sezgan u. Jin ursin, meni ko'rib qolay dedi. Yo-mayo, qanaqa u Jitil bo'ldi? Jin ursin. Endi qanaqa qilib uyimga kiraman? Yo-mayo.
Mayli, men Jimmy yoniga borib kelishim kerak. Balki Jimga ham aytib ko'rarman shu Jitel haqida. Yo-mayo, Jim, eshikni och. Hozir ozgincha sabr qilib tur. Jim, eshikni och. Salom Teber, yaxshimisan? Tuzimsan? Tinchlikmi? Ha, tinch. Bilsang agar futbol bor bugun. Ha, mayli, ko'rsa ko'raveram. Qanaqadir ahmoq Jitellarni quvlab yurgan ekan va mani ham uyimga kelib yotibdi. Jo'narsan, g'alati. Qanaqa ahmoq Jitel, sen menimcha charchagansan. Ustimdan kulyapsan. Borib dam ol. Mayli. Ayyo-mayo. Nega hech kim gapimga ishonmas ekan-a? Jo'narsan. Ha, mayli. Menimcha Jitel yo'q. Umid qilaman, ishqilib Jitel yo'q. Juda ham g'alati. Ha, mayli. Tezroq narsalarimni olsam, balki ko'ramiz. Aytgancha. Jim aytganidek, puldan bu yerda kerak emas. Xo'sh. Yeydigan narsa olishim kerak. Sabzi bor ekan, olma ola qolaman. Menga shunisi ham yetarli. Xo'sh. Obunachilarim 110 ta, har doimgidek. Do'stlar, videoga like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Xo'sh, endi men ketsam ham bo'laveradi. Yo-mayo, kim bo'ldi? Yo-mayo, Teber, seni ko'rdim. Kim bo'ldi? Ishlab olaman hozir seni. Yo-mayo, meni tinch qo'y. Jo'narsan, yaramas. Sen shu yerdasan, bilaman. Hozir yetib olaman. Yo-mayo, meni tinch qo'ysan, kimsan? Jo'narsan. Teber, Hozir sen shu yerdasan. Yaxshi. Hozir seni topib olaman. Agarda hozir topib olmasam, keyinchalik topib olaman. Menimcha u ketdi. Ha, mayli, men ketdim. Keyin sen bilan ko'rishamiz. Yaxshi bo'ladi. Yo-mayo. Ha, menimcha ketibdi. Yaxshi. U ahmoq Jitel kim bo'ldi-ya? Jo'narsan, men qachongacha mutaqib qilib yurar ekan. Meni tinch qo'ysa yaxshi bo'lardi. Xo'sh, endi Jimmyga borib qolaman. Chunki uyimda nima qilaman? Hozir ahmoq Jitel kelib qolsa, juda ham yomon bo'ladi, Jo'narsan. Menimcha yo'q. Ha, yaxshi. Yana ozgincha qarang. Yo'q-da, albatta yo'q. Kiraver, eshik ochiq. Kiraver. Ha, futbol zo'r bo'ldi-ya. Ha, juda ham zo'r o'yin bo'ldi. Endi sen ham uyingga borarsan, men uxlashim kerak. Yo-mayo, meni qorong'iga chiqazorasan meni, Jo'narsan. Nima qilishim kerak? Axir uxlashim kerak. Bora qol, katta odamsan axir. Yo-mayo, bitta o'zimni qo'yib yubording-a, Axir hech kim yo'q ko'chada. Bora qol. Ha, mayli, sen ko'rasan-ku, hali ishing tushib qolar. Bir o'zimni qo'yib yubordi, kechqurun. Qarab tursa, uni ham ishi tushib qolar. Tezroq uyimga yetib olmasam bo'lmaydi. Hamma yoq qop-qorong'i, qop-qorong'i emas-u. Hozir hech kim yo'q ekan. Ha, yaxshi. Bu yerda ham yo'q, yaxshi. Yo-mayo, qon? Jo'narsan, bu qon qayerdan keldi? Bu yerda xat? Qanday xat? Men seni baribir ushlab olaman. Jo'narsan. Menimcha ahmoq Jitel tashab ketgan. Yo-mayo. Unga men nima yomonlik qildim, Jo'narsan. Xo'sh, buni tezroq Jimga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Hali bir uxlamagan va umid qilaman. Tezroq borib buni Jimga yetish kerak. Xo'sh, ahmoq Jitel meni Jim, eshikni och. Yana nima bo'ldi, Jo'narsan? Ana, naryoqda ahmoq Jitel menga yana nima bo'ldi, Jo'narsan? Yur, tezroq uyimga borgin. Yur, tezroq. Teber, uxlagani qo'ygan, Jo'narsan. Qani, qayerda? Yura qol, ko'rsataman, tezroq. Bo'laqa. Qani qon, qani xat, qani ahmoq Jitel. Yo-mayo, meni aldamoqchisan, to'g'rimi? Gaplang qilyapsan. To'g'risi men uxlamayapman, balki ana kir ichkariga. Menga to'g'risi qo'rqyapman. Sen uxlab ol, men ungacha ham shu yerda seni qorovul qilib turaman. Uxlab olganingdan keyin chiqib ketishim mumkin. Rahmat, sen maza qilib dam ol. Men ungacha ham uxlab olaman.
juda ham uyqum kelgandi. Salom Temir, salomjim. Yillardan juda bir kuzatib kelaman. Bugun sizlar o'lasizlar. Aytgandima Temir, qachondan ushlayman deb. Bu yoqqa kel.